Xo'sh, hozir bizlarni himoya qilib keluvchi va bizga doim foyda beruvchi bu tank. Ko'pchilik janglida va eltib berishda ishlatiladigan hozirgi tank o'zi birinchi tank qachon va nechinchi yil va kim tomonidan yaratilgan? Mana shu savoliga javob berishimdan oldin mening YouTube kanalimga like bosib qo'yinglar. Bu sizlar uchun oddiy narsa, men uchun rivojlanish. Mana dunyodagi eng birinchi tankning ko'rinishi bu juda ham g'alati bo'lgan va buni aylanib o'tib ichiga kirib olish juda ham oson bo'lgan. Bu tank Buyuk Britaniyada 1916-yilda yaratilgan. Bu tankning nomi Mark 1. Afsuski bu odamni, tank yaratgan odamni topa olmadik, lekin bu uni taxminiy ko'rinishi. Uni ismi Sir Albert Gerald String bo'lgan. Agar Google'ga shunaqa deb yozsanglar, albatta chiqadi rasmi. To'g'ri, u payti tanklar g'alati bo'lgan, keyin ularni bemalol ichiga kirish, ularni yo'q qilish oson bo'lgan. Lekin hozirgi tanklar bilan o'ynashib bo'lmaydi. Shunaqa ma'lumotlarni bilish uchun Jonli Show kanaliga obuna bo'linglar.